Yaxshilasak qidirib yurgan akalarimiz uchun 2019-yil metan gazi bilan birga 2019da metan gaz zavodi bilan chiqqan mexanika eng prostoy pozitsiyasi. Mashinamizni probegi bor yo'g'i 15 000 kilometr yurgan. Mashinani faqatgina kapotiga mana shu joyiga ozginagina kraska sepilgan и lak ustidan lak urib yuborilgan bo'ldi. Ichiga o'tmagan, qopqog'i desa bo'ladi. Mashinamizni qolgan unaqa maqtab yuradigan joyi ham yo'q o'zi. İçlarini ham ko'rsataman desam, faqat mashinani ichiga qo'yilgan narsasi chexol qo'yilgan и Starline pulti bor. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilinmagan. Zavoddan olingan holatida shunday turgan, betga shunday ishga borib qaytib kelingan mashina. Mashinani narxini 10.800 deb baholadik. Agar telefon qilib aloqaga chiqsanglar, sal yana o'tib beradigan joyimiz bor. Mashinani olsanglar maza qilib haydaydigan joyi bu. Okalar, bemalol aloqaga chiqinglar. Amaqa jangi like bosib, podpiska bosib, kimdir jentri qidirib yurgan okalarimiz bo'lsa, tashab qo'yinglar.